Vektorlarni parallelogram usulga qo'yish uchun dastlab vektorlarning boshlari bir joyga keltirib qo'yiladi. Mana ikkita vektorimiz. Vektorlar boshlarini bir joyga keltirib qo'yamiz. Va B vektor. Parallelogramga to'ldiriladi. Vektorlar o'rtasidan chiqqan diagonal vektor yig'indini beradi. Mana bu ikkita vektorning yig'indisini beradi. Bu moduladigan son qiymatini bildiradi. 2 alfamiz esa ikki vektor orasidagi burchakni bildiradi. Ya'ni mana shu yerni alfa deb olinadi.